Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib bermoqchiman. Naqd pulda pensiya olish tartibi bo'yicha yangi qoidalar. Kimlarga bu taalluqli? Kimlar xavotir olmasligi kerak va eng muhimi, pensiyangizni vaqtida muammosiz olish uchun hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p oilalarda pensiya pullarini rasmiylashtirish, bank kartasi ochish, ishonchnoma qilish yoki mahallaga murojaat qilish ishlarini aynan yaqinlari bajaradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday o'zgarishlar haqida vaqtida bilgan odam ortiqcha yugur-yugurdan, navbatdan, tushunmovchilikdan va pensiya kechikishidan o'zini himoya qiladi. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatiy tartibda, ya'ni naqd pul shaklida olib kelgan. Ayrim hududlarda pochtachi yoki mas'ul xodim pensiyani uyma-uy olib borgan. Ayrim joylarda pensionerning o'zi belgilangan joyga borib naqd pulini olgan. Bu usul ko'p yillar davomida odamlarga tanish bo'lib qolgan. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun naqd pul qo'lda turgani qulay. Bozordan xarid qiladi. Kommunal to'lovni to'laydi, dorixonaga boradi, farzandiga yoki nevarasiga beradi. Lekin hozir ko'plab to'lovlar bosqichma-bosqich bank tizimi orqali amalga oshirilmoqda. Pensiya va nafaqa pullarini bank kartasiga o'tkazish amaliyoti kengaymoqda. Buning sababi oddiy, davlat to'lovlar hisobini aniq yuritish, mablag'ning egasiga yetib borishini nazorat qilish, ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirish, yo'qotish va suiiste'mol holatlarining oldini olish, shuningdek, pensionerga pulni istalgan vaqtda yechib olish yoki karta orqali ishlatish imkonini berish. Bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Odamlar orasida pensionerlarga umuman naqd pul berilmaydi. Endi pensiyani qo'lga olish taqiqlanadi. Hamma majburan karta ishlatadi degan gaplar yurishi mumkin. Bunday gaplarni eshitganda darhol vahimaga tushmaslik kerak. Har bir o'zgarishda kimlarga majburiy, kimlarga ixtiyoriy, kimlarga istisno borligi alohida ko'rsatiladi. Men bugun aynan shu jihatlarni oddiy tilda tushuntiraman. Oldin pensioner pensiya tayinlangandan keyin uni naqd shaklida olishni tanlashi yoki bank kartasiga o'tkazishni so'rashi mumkin edi. Ko'p joylarda keksalar men kartani tushunmayman, menga naqd bering deb naqd pulni afzal ko'rardi. Ba'zi holatlarda pensioner uyidan chiqa olmasa, pensiya uyiga olib borilardi. Ayrimlar esa farzandiga ishonchnoma berib, pensiyasini o'sha orqali oldirib kelardi. Yangi tartiblarning mazmuni shundan iboratki, pensiya to'lovlari ko'proq bank kartalari orqali rasmiylashtiriladi. Ya'ni pensionerning nomiga bank kartasi ochiladi, pensiya har oy o'sha kartaga tushadi. Pensioner xohlasa kartani do'konda ishlatadi, xohlasa bankomatdan naqd pul yechadi, xohlasa bank kassasiga borib pulni oladi. Bu yerda naqd pul butunlay yo'q bo'ladi degan tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Asal o'zgarish ko'pincha pulni berish kanalida bo'ladi. Avval naqd pul olib borilgan bo'lsa, endi avval karta hisobiga tushiriladi. Masalan, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Eski tartibda u belgilangan kunda naqd pulni kutardi. Pochtachi yoki mas'ul xodim kelmasa, kechiksa, u xavotirga tushardi. Yangi tartibda bu summa kartasiga tushadi. U o'sha kuni telefoni SMS kelsa, pul tushganini biladi. Keyin 300.000 so'mini dorixonada karta orqali to'laydi. 500.000 so'mini bankomatdan yechadi, qolganini kartada qoldiradi. Bunday holatda pensioner naqd puldan mahrum bo'lgani yo'q, faqat pul avval elektron hisobga kelmoqda. Lekin muammo shundaki, barcha pensionerlar bank kartasi, PIN kod, bankomat, mobil ilova, SMS xabarnoma kabi narsalarni yaxshi bilavermaydi. Shuning uchun yangi tartib oddiy odamga qiyinchilik tug'dirmasligi uchun har pensioner va uning yaqinlari oldindan tayyorlanishi kerak. Birinchi navbatda bank kartasi bo'lmagan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizning nomingizda pensiya tushadigan karta bo'lmasa, yaqin orada pensiya jamg'armasi bo'limi, bank yoki mahalla orqali qanday tartibda karta ochish kerakligini aniqlab oling. Karta ochish uchun odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ayrim hollarda telefon raqami ham talab qilinadi, chunki SMS xabarnoma va bank xizmatlari shu raqamga ulanadi. Ikkinchi toifa hujjatlarda muammo bor pensionerlar. Masalan, pasport muddati o'tgan, ID karta olinmagan, yashash manzili o'zgargan, familiya yoki ismda farq bor. Pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bankdagi ma'lumot bilan mos kelmaydi.
Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya tushishida kechikish keltirib chiqarishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamning pensiyasi tayinlangan, pul ajratilgan. Lekin bank hisobida ism yoki tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgani uchun to'lov to'xtab qoladi. Uchinchi toifa yoshi katta kasal yoki harakati cheklangan pensionerlar. Bunday insonlar bankka borishi, navbat kutishi, bankomatdan pul yechishi qiyin bo'lishi mumkin. Agar oilada shunday pensioner bo'lsa, farzandlar masalani oldindan hal qilishi kerak. Karta ochilganmi? PIN kod xavfsiz joydami? Ishonchli odamga ishonchnoma kerakmi? Uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Mahalla yoki ijtimoiy xodim yordam bera oladimi? 4-toifa pensiyasini boshqa odam orqali oldirib yurganlar. Masalan, ona o'g'liga borib pensiyamni olib kel deb topshiradi. Endi karta bo'lsa, o'g'il karta va PIN kodni olib bankomatdan yechishi mumkin. Lekin bu juda xavfli masala. Men buni ochiq aytaman. Karta va PIN kodni hech kimga osonlikcha berib yubormang. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham. Kelajakda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun rasmiy ishonchnoma yoki aniq kelishuv bo'lgani yaxshi. Chunki pul yechilgandan keyin kim oldi, qancha oldi, qachon oldi degan savollar oilada nizoga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizning bankingizda karta ochilgan bo'lsa, pensiyangiz o'z vaqtida kartaga tushib turgan bo'lsa, bankomatdan yoki bank kassasidan pulni bemalol olayotgan bo'lsangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Siz faqat kartangiz muddati qachon tugashini, PIN kodni esdan chiqarmaslikni, SMS xabarnoma ulanganini va karta yo'qolsa nima qilishni bilib qo'ysangiz bo'ldi. Agar siz naqd pul ishlatishni yaxshi ko'rsangiz ham. Bu darhol muammo degani emas. Karta tushgan pulni naqdga aylantirishning bir necha yo'li bor. Bankomatdan yechish, bank kassasidan olish yoki ba'zi hollarda bankning sayyor xizmatlaridan foydalanish. Muhimi, pul kartaga tushgandan keyin u sizning pulingiz bo'lib qoladi. Uni qanday sarflashni siz belgilaysiz. Masalan, 72 yoshli otaxon oyiga 1.5 million so'm pensiya oladi. U karta bilan hisob-kitob qilishni yoqtirmaydi. Farzandi unga har oy pensiya tushgan kuni bankka birga boradi. Otaxon shaxsini tasdiqlaydi. Kassadan 1 million so'm naqd oladi. Qolgan 5 ming so'm kartada turadi. Keyin kommunal to'lovni farzandi karta orqali to'lab beradi. Bu ham amaliy, ham nazoratli yo'l. Yana bir misol, 18 yoshli onaxon bozorda ko'proq naqd pul ishlatadi, lekin dorixona va supermarketda karta qabul qilinadi. U har oy pensiyasining yarmini naqd yechadi, yarmini kartada qoldiradi. Natijada yonida juda ko'p pul olib yurmaydi. Karta yo'qolsa darhol bloklatish mumkin. Naqd pul yo'qolsa esa uni qaytarish ancha qiyin. Tasavvur qiling, pensioner oyiga 1 million 1 ming so'm oladi. Avval u pensiya keladigan kunni kutadi. Uyda bo'lishga majbur bo'ladi. Agar o'sha kuni shifokorga borish kerak bo'lsa, pensiyam kelib qolsa-chi deb rejasini o'zgartiradi. Karta tizimida esa pul tushgan zahoti hisobda ko'rinadi. U shifokorga boraveradi. Kechqurun bankomatdan pulni oladi yoki ertasi kuni kassaga kiradi. Bu qulaylik, lekin boshqa tomoni ham bor. Masalan, qishloqda bankomat bitta, u ham tuman markazida. Pensionerning u yerga borib kelishi 20 ming so'm yo'l xarajati bo'lishi mumkin. Agar u har hafta 200 ming so'mdan yetsa, oyiga bir necha marta qatnaydi va ortiqcha xarajat qiladi. Bunday vaziyatda men odamlarga maslahat beraman. Imkon bo'lsa, bir oyda bir yoki 2 marta reja bilan yeching. Barcha pulni bir kunda sarflab yubormang, lekin har safar mayda summa uchun uzoqqa qatnashga ham majbur bo'lmang. Yana bir holat. Pensioner kartadan foydalanishni bilmaydi va qo'shnisiga pulimni yechib ber deydi. Qo'shni 1 million so'm yechib beradi, lekin pensioner bankomat chekin olmaydi, SMS'ni ko'rmaydi. Keyin mening hisobimdan ko'proq pul yechilgandek degan shubha paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda asosiy xato karta va PIN kodni bergan odamga berishdir. Agar yordam kerak bo'lsa, farzand, rasmiy vasiy, ishonchli qarindosh yoki bank xodimi yordamdan foydalaning, lekin PIN kodni ovoz chiqarib aytmang, qog'ozga yozib hamyon ichiga solib yurmang. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Ayrim toifadagi pensionerlar, masalan, og'ir kasal yotoqda yotgan, nogironligi bo'lgan yoki mustaqil harakatlana olmaydigan fuqarolar uchun alohida xizmatlar saqlanishi mumkin. Bunday hollarda pensiyani qanday olish masalasi mahalla pensiya jamg'armasi, bank va ijtimoiy xizmatlar orqali hal qilinadi. Agar pensioner bankka bora olmasa, uning yaqinlari nima bo'lsa ham kartani olib pulni yechamiz deb shoshilmasligi kerak.
to'g'ri yo'l avvalo mahallaga murojaat qilish. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat olish. Zarur bo'lsa notarial ishonchnoma rasmiylashtirish. Ishonchnomada kim, qaysi muddatga, qanday huquq bilan pensiya yoki bank mablag'larini olishi aniq yoziladi. Bu pensionerlar ham yordam berayotgan qarindoshni ham himoya qiladi. Yana bir nozik jihat karta muddati tugashi. Ko'pchilik kartaning old tomondagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Karta muddati tugasa pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin kartadan foydalanish cheklanishi yoki yangi karta olish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartangizdagi amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka oldindan murojaat qiling. Keyingi muhim masala telefon raqami. Bank kartasiga ulangan telefon raqami pensionerning o'zida yoki doimiy nazorat qiladigan ishonchli yaqinda bo'lishi kerak. Ba'zida karta ochilganda farzandining raqami yoziladi. Keyin farzand boshqa viloyatga ketadi. Raqam ishlamay qoladi. SMS kelmaydi. Natijada pensioner pul tushganini bilmaydi. Karta bloklangan bo'lsa xabar olmaydi. Shu sababli bankdagi aloqa raqami dolzarb bo'lishi shart. Komissiya masalasi ham bor. Ayrim bankomatlarda boshqa bank kartasidan naqd pul yechganda komissiya olinishi mumkin. Masalan, 20 million so'm yechsangiz, ma'lum foiz ushlab qolinishi ehtimoli bor. Shuning uchun qaysi bankomatda komissiyasiz yoki kam komissiya bilan yechish mumkinligini bankdan so'rang. Pensionerlar ko'pincha pulim kam tushibdi deb o'ylaydi. Aslida bankomat komissiyasi ushlangan bo'lishi mumkin. Yana bir xavfli holat firibgarlar. Yangi qoidalar haqida gap chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib pensiyangiz blok bo'ladi. Kartangizni yangilab beramiz. Kodni ayting. SMS'dagi raqamni yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Bank kodim ham, pensiya jamg'armasi kodim ham sizdan SMS kod, PIN kod yoki karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramasligi kerak. Bunday ma'lumotni aytsangiz, hisobingizdagi pul yechib olinishi mumkin. Birinchi qadam, pensiyangiz qaysi shaklda to'lanayotganini aniqlang. Agar kartaga tushayotgan bo'lsa, qaysi bank, qaysi karta, qaysi telefon raqam ulanganini bilib oling. Agar hali naqd shaklda olayotgan bo'lsangiz, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalladan yangi tartib sizga qachon va qanday qo'llanishini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz haqiqiymi? Muddati o'tmaganmi? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Familiya va ism barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Agar xatolik bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Chunki to'lov tizimlarida bitta harf farqi ham muammo chiqarishi mumkin. Uchinchi qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. Karta muddati tugamaganini ko'ring. PIN kodni eslab qoling, lekin uni kartaning ustiga yozmang. Hamyonga solib yurmang. SMS xabarnomani yo'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa yoki telefon ishlatish qiyin bo'lsa, ishonchli yaqin insoningiz bilan buni qanday nazorat qilishni kelishib oling. To'rtinchi qadam. Naqd pul kerak bo'lsa, oldindan reja qiling. Qaysi bankomat yaqin, qaysi kun navbat kam, bank kasasi qachon ishlaydi, komissiya bormi, bularni bilib oling. Har safar butun pensiyani yechib olib, uyda saqlash ham xavfli bo'lishi mumkin. Uyda saqlash ham xavfli bo'lishi mumkin. O'g'lik yo'qotish yoki keraksiz sarfga olib keladi. Pulning ehtiyojiga qarab boshqarish yaxshiroq. 5-qadam, agar pensioner mustaqil harakatlana olmasa, rasmiy yo'lni tanlang. Mahallaga boring, vaziyatni tushuntiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, notarius orqali ishonchnoma qiling. Ishonchnomada muddat, vakolat va pul olish tartibi aniq yozilsin. Bu keyinchalik kim qancha oldi degan bahslarning oldini oladi. 6-qadam, murojaat qilganda yozma iz qoldiring. Agar pensiya kechiksa, karta ishlamasa, pul tushmasa, faqat og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Bankka yoki pensiya jamg'armasiga ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va qaysi kundan beri davom etayotgani yozilsin. Arizadan nusxa yoki ro'yxatdan o'tgan raqamni oling. Bu masalani tezroq hal qilishga yordam beradi. 7-qadam, yaqinlaringiz bilan ochiq kelishing. Agar farzandingiz sizga pul yechishda yordam bersa, har safar qancha pul yechilgani SMS, bankomat cheki yoki bank ilovasi orqali ko'rib boring. Bu ishonchsizlik emas, tartib. Pul masalasida tartib bo'lsa, oila ichida hurmat ham saqlanadi. Agar pensiya bo'yicha savol tug'ilsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ular sizning pensiyangiz qaysi tartibda to'lanishi,
to'lov qachon amalga oshirilishi, qanday hujjat kerakligini tushuntirish kerak. Agar muammo bank kartasi, bankomat, komissiya, karta muddati yoki SMS xabarnoma bilan bog'liq bo'lsa, kartani bergan bankka boring. Bank xodimidan aniq so'rang, pensiya qaysi hisobga tushadi? Karta faolmi? Muddati qachon tugaydi? Pul yechishda komissiya bormi? Kartani yo'qotsam qaysi raqamga qo'ng'iroq qilaman? Agar pensioner yolg'iz yashasa, kasal bo'lsa yoki bankka borishga qiynalsa, mahalla raisi xotin-qizlar faoli. Hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim orqali yordam so'rash mumkin. Bunday holatlarda odam uyda jim o'tirib, endi pensiyamni ola olmayman deb xavotirlanmasligi kerak. Muammoni rasmiy tartibda ko'tarsa yechim topiladi. Agar huquqingiz buzilayotganini his qilsangiz, masalan sizdan asossiz pul talab qilishsa, hujjatingizni qabul qilishmasa, pensiya pulingiz sababsiz ushlab qolinsa, yozma shikoyat qiling. Har qanday shikoyatda sana, joy, kimga murojaat qilganingiz, sizga nima javob berilgani aniq yozilishi kerak. Birinchi xato mish-mishlarga ishonish. Kimdir bozorda endi pensionerlarga naqd pul berilmas ekan desa, bu rasmiy tushuntirish degani emas. Har doim bank, pensiya jamg'armasi yoki rasmiy manbadan tekshiring. Ikkinchi xato kartani va pin kodini boshqalarga berish. Ayniqsa begona odamga, qo'shniga, tasodifiy yordamchiga berish mumkin emas. Bankomat oldida aka, yechib bering deb kartani topshirish juda xavfli. Uchinchi xato karta muddati, telefon raqami va hujjatlarni tekshirmaslik. Odamlar ko'pincha muammo chiqqandan keyin yuguradi. To'g'risi muammo chiqmasdan oldin tekshirib qo'yish. To'rtinchi xato barcha pensiyani bir kunda naqd yechib olish va uyda saqlash. Agar sizga naqd pul qulay bo'lsa ham xavfsizlikni o'ylang. Pulni bosqichma-bosqich ishlatish, kerakli qismini olish. Qolganini hisobda qoldirish ko'p hollarda foydaliroq. 5-xato arza yozmaslik. Og'zaki gap ko'pincha izsiz qoladi. Rasmiy murojaat esa mas'ul tashkilotni javob berishga majbur qiladi. Hurmatli tomoshabinlar, pensionerlarga naqd pul masalasidagi yangi tartiblarning asosiy mazmuni shuki, pensiya to'lovlari tobora ko'proq bank kartalari va bank hisoblari orqali amalga oshiriladi. Bu pensiya yo'qoladi yoki pensioner pulini ola olmaydi degani emas. Lekin yangi tartibga tayyor bo'lmagan odam hujjat, karta, pin kod, bankomat, ishonchnoma yoki telefon raqami sababli qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Men ekspert sifatida sizlarga eng muhim maslahatni aytaman. Kutib o'tirmang. Bugunoq kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni ko'ring, bankingizdan komissiyasi va karta muddati haqida so'rang. Mahalla yoki pensiya jamg'armasi o'zingizga tegishli tartibni aniqlang. Agar oilangizda keksa ota-ona, bobo-buvi bo'lsa, ularga bu masalada yordam bering. Lekin hammasini ochiq, rasmiy va tartibli qiling. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya hozir qanday berilyapti? Naqd pulda muammo bormi? Karta orqali olish qulaymi yoki qiyinmi? Tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida olingan to'g'ri ma'lumot ko'p asab vaqt va pulni tejaydi.